Assalomu alaykum qizlarjon hammalarga. Yaxshimisizlar? Meni hurmatli pazandalarim. Hozir men sizlar bilan juda ham oson baqlajonli salat qilaman. Demak, ketdik, boshladik. Bizga kerak bo'ladi yoki ikkita kichkina baqlajon yoki bitta katta baqlajonni mana shunaqa yo'liga kesib chiqamiz, brusochka qilib. Keyin bunaqasi kubik qilib kesib chiqamiz. Juda ham mayda ham bo'lmasin, katta ham bo'lmasin. Idishga olib, uni keyin hozir tuzlaymiz. Menda ikkita kichkina baqlajon. Go'richini chiqarib olish uchun albatta ustidan tuz sepamiz. Bunisi kichkina ekan. Bunga ketaveradi. Kesib oldik. Qizlar endi ustidan tuz sepib qo'yamiz. Mana aralashtirib qo'yamiz. Tuzlanib turadi bu. Xo'p, endi keyingi ishimiz 500-600 gram tovuq grudinkamizni, mana hali yaqindan tushmabdi. Kubik qilib to'g'rab olamiz. Где-то 1,5-2 sm qilib kattaligini kubik qilib to'g'rab olamiz. Endi qizlar bitta o'rta yoki kichkina qizil sabzini markavcha to'rkanglar bo'lsa, bo'yiga xuddi markavchaga o'xshab chiqarib olasizlar. Hozir qo'rishda rosa chiroyli chiqadi. Undan chiqarsanglar zo'r bo'ladi. Agar bunaqaylar bo'lmasa, nozik somoncha to'g'rasanglar ham bo'ladi qizlar. Endi piyoz qizlarjon, ikkita o'rta piyozni bitta o'rtasidan bo'lamiz-da va juda ham mayda ham emas, chunki piyoz borligi salatda bilinib turishi kerak. Va juda ham yirik ham emas. Mana ikkita piyozni shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Endi qizlarjon, ko'k piyozni ozgina mana bunaqa pichoqni kasoy qo'yib olamiz-da. Mana shunaqasiga katta qilib, kasoy qilib kesib ketaveramiz. Piyozimiz bu salatda aynan kasoy va katta kesilishi kerak. Endi bundan keyin ukropimiz oddiy 2 sm qilib kesib olamiz ukropni. Bo'ldi, hamma narsamiz tayyor. Endi chesnokni parre qilib sovoramiz qizlar. Mana endi qovurishni boshlaymiz qizlar. Baland olovga ozgina, juda ko'p emas, yog' solib qizdiramiz va birinchi bo'lib tovuqimizni qovurishdan boshlaymiz qizlarjon. Tovuqimizni qovurishni boshladik. Baland olov qizlarjon. Tuz murch sepamiz. Juda ko'p sepmaymiz. Qizlar baqlajon yaxshilab tuzlaganman. Nomiga tuz murch beramiz. Chunki sho'r bo'lib ketishi mumkin. Baland olovda qovuravamiz. 3-4 minutda o'zi grudinkamiz pishadi. Grudinka o'zi tez pishadi, bilasizlar. Qizlarjon, gazlarimga ozgina sachradi. Hamma yog'imni o'ldirdi bu tovuq. Lekin pishirib oldik. Mana 3-4 minutda tovuqimizni pishirib olamiz. Salat qoradigan tog'orachamizni o'zi ovuramiz va qolgan yuqiga, ya'ni yog'imizga birinchi bo'lib piyoz. Hammasi baland olovda ketaveradi qizlar. Piyozni qovuramiz. Sal o'lgandan keyin qizil sabzi va chesnok solamiz qizlarjon. Qizlar mana ozgina o'ldirib oldik. Endi birinchi baqlajon ekan, qizlar adashdim.
Chunki baqlajon pishib olishi kerak. Mana tuzlangan baqlajonlarimiz. Buni yaxshilab qovurib olamiz endi. Piyoz bilan baqlajon tez pishadi, bilasizlar. Mana shu joyda ozgina yog' qo'ysak bo'ladi, chunki baqlajon yog'ni quyib yuboradi, shimib oladi. Yana bir 2 qoshiqcha quydim. Ozgina o'lguncha baqlajonni qovuramiz endi qizlar. Mana qizlar, oxirgacha baqlajonni pishirmasdan 5 minut qovurganimizdan keyin 2-3 zubchik chesnok bilan haligi qizil sabzamizni solamiz. Bularni dimi bilan yana baqlajon oxirgacha pishib oladi shunda qizlar. Buni ham qovuramiz. Bo'lmasam baqlajon ezilib ketadi qizlarjon. Yana 2-3 minut qovuramiz. Bo'ldi qizlarjon, yana 2-3 minut qovurdik. Tayyor. Endi o'chiramiz va salatimizni yig'ishni boshlaymiz. Mana qizlarjon, qovurib olgan tovuqimizni ustiga endi skоворodkadagi mahsulotlarimizni sovolamiz. Endi to'g'rab olgan ko'katlarimizni solamiz ustiga. Va zapravkamiz. Zapravkamizga oddiy soyavoy sous, mana bu yerda katta qoshiq, mana kichkina qoshiqda, ya'ni ovqat yeydigan qoshiqda 2 qoshiq soya va 2 qoshiq balzamический уксус. Mana shuni o'zi yetadi qizlar. Eshitda bir osh qoshiq qovurilgan kunjut solinishi kerak, lekin menda qovurilgan yo'q ekan. Shoshqichda syomkada biza qovurilmaganidan solyapmiz, lekin sizlar qovurib solinglar, erinmasdan juda ham mazasi boshqacha bo'ladi. Farqi o'zi katta, qovurilgan bilan qovurilmagani. Salatimiz mana tayyor qizlar. Buni bemalol yaponskiy salat o'rnida ham ozgina achchiqlar qo'shsanglar, mehmondorchilik dasturxonlaringizga ham tortsanglar bo'ladi va bunga qizlar pomidor qo'shsanglar bo'ladi. Shirin pomidor yoki cheri pomidorlarni qo'shsanglar, u ham juda ham zo'r bo'ladi. Salatimiz tayyor, endi salatnikka sovolamiz.